Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo shopping videomiz Andijon, Sharxon, Cho'ja mol bozoridan bu videomizda qo'ylar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoga mohiychi kuzatib bo'lmaydi, like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga seshanba sanamiz 21-iyul 2026-yil. Do'laza ko'proq ketamiz. Qo'chqonlarda keyin sekin sog'liq qo'za qilib ko'proq ketishni qilamiz. Telegram kanalimiz bor, sho'rva narxlar deb yozsangiz chiqadi. Qora ot rasm bor, dehqonchilikka, intishlikka mos-mos pulli tashashimiz, magi tashasizlar, topgandan keyin topolmasalar mana qilib yozasizlar, keyin chiqadi. Axtarganlarga aniq qilib yozsangki, lotin yozuvda chizishchasini o'rtacha qo'yib yozsangiz chiqadi. Kommentariyaga ham silkani tashlab qo'yamiz. O'sha silkani bosib o'tsalar bo'ladi. 2757 odam bor. Necha pulga baraka bo'ldi aka? 81 ming. Kiloga skidkasi yo'q. Nechta ikkitasimi? 81 dan kiloga sotildi, skidkasi yo'qqa ikkalasi sotilibdi 81 dan. Hozir kelishsa, biz ularning kilosini so'raymiz. Do'lasa bularni ham hozir so'raganmiz. 90 mingdan kiloga savdosi bo'ldi, bittasi sotildi ham deydi, 90 mingdan. Bularni ham kami bormi, shunaqadan sotilaman aka? Kamini qilamiz. Hozir kelishlarda, yoshlari qanaqa ekan bularni? Hammasi zotga bo'laveradi. Menimcha ham yegan bularnichilar, taqilgan. Qo'chqonlar yem yeb turgan, zotga ham bo'larsiga yaxna sharoitga qaraverasizlar. On semiz, zo'r semirgan. Kilolari 130 dan oshiqmi? Oshiqroq, 130 dan oshiqqa katta qo'chqonlar. Endi katta qo'chqarni, misol uchun eksonga yoki to'yga, shunaqa marosimlarga qiziqayotganlar uchun nomer so'raymiz, aytib aytib o'tamiz. Bo'lmasa zotga qiziqqanlarga, mana 4 ishli qo'ylar. Nomer aytiladimi aka qiziqqanlarga? Shartmasa, o'zingiz bersa aka, rahmat. Sizlardan hammasi bitta odamdan? Hozir akadan aka. Ularning nech bundan savdosi bo'ldi aka? Aka savdosi bo'lgani yo'q. Ularga bo'lgani yo'qmi? Hozirgi akadan ekan bu ham. Ularning savdosi bo'lmabdi. Qo'ylar tortgan bilib. Chunki qiziqqanlar bo'lsa, qiziqqanlar bunaqa to'roq xizmatlari bo'lsa, qo'ylarga ham tortishaverar ekan. Yaqin gaplashaverasizlar. Necha kilodan chiqdi? 191 kilo aka. 191 kilo. Aka. 191 kilo aka. Boş. Bunu sotilib ko'rsatdik buni. Qo'ylar. Jichenda mol bozordan chiqib keyin bu yoqqa o'tamiz. Shuni hisobiga ozgina odam ozroq olib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ko'rsatamiz, savdosi bo'lib turganlarni. Qizib turganlarni ko'rsatamiz. Bular sotildimi aka? Nech bilan bo'lyapti savdosi? 4 dan kami bor. Bu aytilish bahosi 4,5 katta, kichkinasi 4 dan baho aytilyapti. Savdosi aka qanchadan bo'lyapti ekan? Kichkinlar 35. Optimaga 4 dan bermaysiz-a? Deb beraveram. 4 tepasidan. Yo'q, qo'yish uyiga bo'lyapti. 4 dan bo'laversa kerak. Telefon qilishsin kelishlarda. Nomerni ayting. 99lik 927 77 58 telefon qilsalar, endi biz hozir aytgan bahomizga hech kim pul sanayman demaydi. Ya'ni kelishlar, telefon qilgan kelishlar. Telegram, WhatsApplar bormi? Bor. Manzil qayda aka? Madaniyat. Faqat Qo'chqor bo'lyaptimi? To'g'ri, qayerdan kelyapti bular? Yelkoshdan tog'dan chiqamiz. Qayda u? Namangan tog'dan. Qiziqqanga sog'liq deganga sog'liq, Qo'chqor deganga Qo'chqor. Ziyon qiladigan, foyda qiladigan qilib beriladi. Beriladi, xohlasa. Uydan ham, bozordan ham kelaverasizlar yoki telefon qilaverasizlar, kelishlar. Rahmat aka, o'zingiz bersin. Qo'ylar. Ularni safida bo'ladimi dedi. Savdosi bo'lyapti qo'ylarni. Nech bilan bermadingiz? Birinchi bilan ikkinchiga $1000 dan savdosi bo'lgan bularchi? 10 million uchinchiga. Bunisichi? 10 million so'm kam bor. Xo'sh, bular kichik kattaroqlik uchun $1000 dan savdosi bo'lgan. Yoshlar 2 yoshmi? 2 yoshli qo'chqonlar. Sho'li qo'chqonlar ekan. Olingmi aka? Qiziqqanlarga nomer aytiladimi? Nomer aytiladimi qiziqqanlarga? 90larga 141 07 78. 90lik bilan telefon qilaverasizlar. Doim bo'ladi sizda.
Telegram, WhatsApplar bor. Manzil qaydi? Shaharda. Andijon shaharida. Rahmat. Kimdan ekan qo'ylar sizlardan? Ichkaridan. Rapajon. Qo'ylar sizdanmi aka? Necha bilan savdosi bo'ldi? 79,5. Donaga o'ptimi ham? Donaga balandroq savdo bo'ldi, o'ptimiga. O'ptimiga bo'lyapti. 79,5 dan hammasiga endi ko'proq olaman degan. 2 yasharligi bor, o'zilar ham bor ekan. 6 tasi 2 yosh bo'lsa, qolgani nechtish? 4. Qolgan 4. Ular endi 2 yosh bo'lyapti ekan. Eng yosh kattasi shu. Lekin yaxshi ekan, yosh-a? Yosh ekan. Qilmaganlari ham bor. Qo'zi, to'g'lilari ham bor. Ular bo'g'ozmi, gumonmi? Qo'shqa ichida hammasinikida bir xil. Xo'p, bitta qo'yram bular. Qiziqqanga o'ptimiga nech bilan beraverasiz? Bo'ladigan aytib qo'ysak bo'ladimi? Ozmoz qo'shiladimi? Kech 8 dan qo'shgangami? Nomerni ayting aka. 77lik 262 29 22 ga telefon qilasizlar. Doim shunaqa savol qo'ylar bo'ladi. Telegram, WhatsApp, Markaz. Ikkovi ham bor aka. Manzil qayda? Andijonda. Shaharda, Andijon shahardan. Qiziqqanlarga dastavkasining iloji bor-a? Dastavkalarni beramiz aka. Iloji bor, telefon qilaverasizlar. Uydan olaman deganga boraverasizlar, telefon qilganga kelishiladi. Aytildi pullari, kichkina qo'ylar emas, qo'ylar. Uzun ekan qo'ylar. Yoshlari yosh ekan bu qo'ylar. Zo'r ekan qo'ylar. Bitta qo'roq olaman deganga hali yaxshi narsa ekan. Davronni Ilhomni oldiga o'tingda, ikkita qo'y bor. Sizlarmi qo'ylarga? Savdosi nech puldan bo'lyapti? Yerkidan so'rayapti. O'ptimiga, ha? Asosiy bu yerda hammasi sog'liq, ha? Mana bitta qo'chqari bor ekan. Shu ham ichidan? Ichida bu ham. Qo'chqari ham ichida. Soni nechta? 7 dan shu qo'chqari bilan bo'lyapti. 24 ta soni. Yoshlari qanaqa aka? 6 ko'p emasmi? 5-6 qolgani yosh. 5-6 tasi 6 ish bo'lsa, qolgani 2 tish. 7 dan sotilmadi. Ozmoz qoldimi qo'shganga? Nomer aytiladimi? 93lik. 413 0003 doim bo'ladi. Telegram, WhatsApp, Markaz. Telegram bor. Manzil qayda aka? Andijon shahar 80 metrlikda. Qiziqqanlarga savdogarsiz, a? Savdogarlardan. Aloqa chiqasizlar. Bitta qo'ra olaman deganga. O'zi asl tagi bilan bitta qo'ra ham terilganmi? Bitta qo'ra. Oson baqaman deganga bitta olganga menimcha ma'qul, chunki bu bitta qo'rani baribir foydasi ko'proq bo'ladi. Buni bilgan yaxshi biladi. Qo'chqari ham katta qo'chqar lekin. Ha, bular bo'g'oziga aniqmi hammasi? Ko'pi bo'g'oz. Yaqini ham bor. Yangi bo'g'ozi ham bor yoki ozmoz gumoni bor ham bor deyilyapti. Aloqa chiqasizlar. 24 ta soni savdogarlardan yaqin telefon qilaverasizlar, gaplashaveradi. 7 dan menimcha shu ham ichida. Tagi qo'ylardagi Qirg'izistondan kelgan tagi. Bular sog'liqlar kimdan ekan? Egalar naradan? Akamizdan. Bu kishilar ham sizdanmi aka? Kishilar ham sizdan? Sizdan emas? Bu sotildimi bu? Nech pulga oldinglar? 10,5. Qisirmi endi? Qog'ozgami? Qog'ozga 10,500,000 ga sotilibdi hozirgi sog'liq qo'y. Nech bilan savdosi bo'lyapti ekan qo'ylarni? Aka bular har xil aka. Optimiga bo'ldimi? Optimiga $1000 dan. Bermadingiz. Savdo qilishgan yo'q, $1000 dan beraman. Ha, baho aytilyaptimi? Savdosi optimiga. Savdo qilishgan yo'q. Qo'yganim. Internetga qo'yasiz. Optimiga qo'yaman-da. Telefonim yo'q, aka telefon sotmayapman. Optimiga baho aytilyapti. $1000 dan bo'lsa kam bo'ldi. Savdosi bo'lgan yo'q. Donaga nech puldan bo'ldi kattalari? Mana bola sotildi aka. Nech puldan sotildi? Ikkosi 25 million bo'ldi ena bola. Aha. Bu ena bola 18 million. Ikkalasi ham ena boladan 18 millionga 25 million so'm. Sotilgan. Yosh qanaqa edi aka enalar? 4 ta ena. 4 ta. Hozirgilar shularning ichidan chiqibdi. Endi bular lekin katta emas, mo'lcha katta qo'ylar. Mo'sh katta qo'y ekan.
Yana bola. Bular yana bo'larmikin? Yana bola. Qo'yda cho'g'liq ekan. Qiziqqanlarga nomerni aytib qo'ying sizlardan. Bu yerdan 90li 630 1050. Beloqqa chiqyapsizlar. Asosiy shunaqa o'ylab bo'lyapti. O'rga arashan bo'ladi. Arashan. Qiziqqanga hammasi sog'liq. Yoshlari endi o'rta yosh qanaqa? 460. 4-6 va Tashlardanmi? Tashladi. Farg'ona viloyati Tashlar tumani Devo tekstilda ko'cha bo'yi, yo'l bo'yida borganlar biladi. Yo'lda ham turadi bular. Do'konda turadi. Aloqa chiqasizlar. Sotilgani ham shu qo'radan chiqdi. Shu qo'radan chiqdi. Men YouTube'ga chiqadi bu bola. Men ko'rmayman, ko'rganlar bo'lsa taniydi. 5 yoshda. Yig'ishtirib oldi tam. Aka qo'ylar nech puldan beryapsiz? Savdosi bo'lyaptimi? Savdo qilishyapti. Nech pul? 5 milliondan qilishyapti. Birinchi bilan ikkinchini 5 dan savdosi bo'lgan. Ikkalasini 9 berishdi aka. Nari ikkalasi 9.5. 9 berishyapti. Aha. Nagiga 5,5 berishdi. 5.5. Bular qisir bo'g'oz. Boladan ajragan. Bolada yaqinda ajragan. Qo'shqa yurmagan ichida. Yoshlari-chi? 4ta, 6ta, 8ta, 6ta. Yoshlari o'rta yosh. Badanlari lekin yaxshi ekan. Ozg'in emas. Boladan joyga. Qiziqqanlarga nomer aytiladimi? 50. 772 78 76. Doim shunaqa qo'ylab bo'ladimi? Telegram, WhatsApplar bormi? Savdogarsizda. Manzil qayda? Andijon madaniyat. Kelishingizda dasturxon qilib beraverasiz. Xohlasa. Bitta olaman deganga 10 ta olaman degan bo'ladi, xohlasa. Bo'ladi. Bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling. Nech bundan bo'lyapti savdosi aka? Yoqdagi egzayda 12 deyapti. Aytilishi bahosi. Aytilishi kami bor. 10 million 600 ming qildi. Baland 10 million 600 ming ko'rgan savdosi. Qo'chqar bitta so'g'liq. Biri qo'chqar, biri sog'liq. Yoshi-chi aka enasini? 3 yashar so'g'liq. 3 yoshli. Yosh ekanda Yosh. 10 million 600 ming savdosi bo'lgan berilmadi. 7 milliondan kami bor. Bo'g'ozmi kelasi? Bo'g'az unaqa ertak emas. 1-2 oylik. Ha, 2 oylik. Yoshi-chi aka ulardi? 3 yashar, 4 yashar. 3 yosh bunisi, nargisi 4 yosh. Qiziqqanlarga doim shunaqa ena bola ham, bo'g'ozi ham bo'lyapti. Nomerni ayting aka. 91lik 067 83 94. Rossiyadagilardan telefon qilib Iloji bor, qayerdan bo'lsa telefon qilganga do'lasa kelishsiz, dastakasini qilib beriladi. Manzil qaydada aka? Manzil Buloqboshi, Xo'jaobod. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Aloqa chiqasizlar. Telegram WhatsApplar bor, savdogar akamiz. Sog'mi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Sog' aka. Sog'lolmay gap kelishmayapti. Odamlar faqat qo'chqarib kelishyapti. Aka, buni yana 300 ta bor yani. Qo'chqar hammasi. Hammasi qo'chqor Angrendan tushgan o'zimizni qo'ydik bolalar aka. Xo'sh, dehqonchilik. Dehqonchilik. Dehqonchilikdan olaman deganlarga hozir bu yerda bir 20 ta bo'lsa, 30-300 ta yana tayyor turibdi. Angrenda yana 700 ta bor. Sotiladimi bular? 1000 ta bor. Ha, u degani 1000 ta sotiladi. 1000 ta sotiladi. Hozir kelgani 300 ta. Hozir kelgan 300 ta. Qayerda 300 ta? Quvada, Farg'ona viloyati Quva tumanida. Nech bundan savdosi bo'ldi? Aka 4,5 milliondan sotdik. Qanaqalari? 4,5 dan sotdik. Mana shunaqalari. Shunaqalari? 4,5 da 4,5 turadi. dan beraveramiz aka. Bo'pti, mayli. 300 ta bor, o'tdi. Xo'sh. Ichari o'tib ham beramiz. Uydan bo'lsa ozroq bo'ladimi? Nimaga ovorgarchilik bo'lmaydi-yu? Bo'ladi. Uyda olaman deganga Samarqandgacha bor. Samarqandga dastakasi bor. Yo'q, biri chunki kimni olganini bilish kerak-da. Aniqroq bo'ladi. Nomerni ayting aka. 90lik 781 95 99 ikkinchi nomer 91lik 667 25 42. Telegram, WhatsApp, Maxlar bormi? Ikkosi ham bor. Bor-a. Telefon qilgan ham, Telegram, WhatsApp yozgan ham, mabodo qanaqaligini ko'rmoqchi bo'lgan video qilib tashlab beraveradi. Tashlab beraveradi. Muammosi yo'q-a? Sog'lig'iga 12-15 kun kafolat. Kafolat to'ladi. Aloqa chiqasizlar dehqondan olaman deganga, bitta olaman degan ham boraversinlar. Bitta olaman degan ham, 100 ta olaman degan ham Bitta olaman degan ham kerak. bo'laveradi. Muhimi xudo xolasa maqsad sotishchilik uchun aytilyapti, ko'rasiz muomalasi yaxshi ekan. Aloqa chiqasizlar. Sifati zo'r. Yoshlari endi taxminan bir 5-6 oylik bormi? 5 oylik. Sog'lig'i yo'qmi? Sog'lig'i yo'q, sog'lig'i. Qo'chqar sotiladi. Qo'chqar endi asos. Aslida sizlarga sog'liq tuqqan yaxshi. Hammasini liniyasi bor. Qirg'iziston 80 ta qo'chqor olib o'tganmiz. Yaxshi qo'yiladi bo'ladi. Qo'shganmiz. Demak, yemlayman deganlar bular yaxshi qo'chqar bo'lar ekan, katta qo'chqar bo'lar ekan-da. Ular ham hammasiniki 19, 20, 19 o'shanaqa. Yemlayman deganga misol uchun 100 kilo atrofida qo'chqar bo'larmi ekan? 100 kilo tevasida bo'ladi. Bo'ladimi xohlasa?
aloqa chiqib qo'yasizlar mana dehqonni olaman deganga. 90 plyus bular. O'z onalarini o'zlari 80 90 dan oshib deyapti. Dehqonchilik olaman degan savdogarlar ham bor oladi olasa, arzon qilib beriladi, telefon qilasizlar. Manzil Foydalangan sotdik. foydalangan. Farg'ona viloyati Quva tumanida yaqin telefon qilib gaplashaverasizlar.